Assalomu alaykum, hurmatli ishonchli obunachilari, kuzatuvchilari. Bugun 2026-yil 6-may sanasi. Palaklarimizni bugungi kundagi holati bir nechta videoda qilganmiz. Palaklarimizni ekilish jarayonlaridan boshqa hozirgacha bo'lgan holatlar haqida videoda qilganmiz. Bugungi holatda mana shunday. Hozircha 15 kunlar bo'ldi taxminan. Sug'organimiz yo'q. Endi o'sha to'liq hosil ushlash jarayoniga kirgunicha sug'ormasdan turibmiz. Palaklar juda ham suvsagan. Endiki suvi hozir dori bilan, selitra bilan sug'orishimiz kerak bo'lganligi uchun sug'ormasdan turibmiz. Chunki endi ko'tarib kelayotgan hosillariga yoki palaklarimizni yana ham o'sib ketishiga, ya'ni g'ovlab ketadi deydi, g'ovlab ketishiga ketib qolmasligi uchun sug'ormasdan turibmiz. Yana 2 kunlar sug'ormay turamiz. To'liq hosil ushlash holatiga kelgandan keyin sug'orishni boshlaymiz. Hozir ishlarga oralab ham ko'rsataman. Hosillari bir xil joylari ancha katta bo'lib qolgan. Eng shu oxirgi palagimiz ham hosil ushlamagunicha sug'ormasdan turamiz. Keyin yana bir narsani aytib o'taman. Bu yerda 3 gektar joyga 4 xil tarvuz novi, 2 xil qovun novi ekilgan. Bu novlari haqida, qanaqa rivojlanayotganligi haqida, bir-biridan farqlari haqida keyingi videolarimizda yana batafsil gapirib ko'rsatib o'taman. Palaklar o'zi 1-2 kunda ekilgani bilan nav jihatdan farq qilib baribir o'sha birdaniga pishmaydi. Etap bilan o'sha tayyor bo'lishda ham, sotilish, pishish jarayonlari ham etap bilan bo'ladi. Navlarga qarab qaysidir novimiz ertachiroq pishadi, qaysidir undan keyin pishadi. Shunaqa bo'ladi. Palaklarimiz endi bir chiroyli holatga kelib bo'ldi, kelib boryapti. Chunki boshqa mevalarga qaraganda tarvuz mevasini tezroq tayyor bo'lishini dehqonlarimiz ham, dehqonlarimiz bilan birga iste'molchilarimiz ham juda ham orziqib kutishadi-da tarvuzni tayyor bo'lishini har yili. O'sha narxlari qimmatroq bo'lsa ham sotib olib yeyishadi iste'molchilarimiz. Shuning uchun o'sha endi chiroyli bo'ladigan, ko'zga ko'rinib katta bo'ladigan holatlarga kela boshladi. Albatta bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. O'z-o'zidan bo'ladi deb o'ylaydigan dehqonlarimiz, o'shanga yarasha ish qiladigan dehqonlarimizni qilayotgan ishlari ham o'ziga yarasha bo'ladi. Katta polyami, kichkina polyami ichida harakatda bo'lib turish kerak har doim mehnat qilib qarab kuzatib bormasangiz o'z-o'zidan bo'lmaydi.